tibbiyotiga marhamat qiling. Igna va akupunktura davolanish samarali usullari yordamida jarrohsizlik va og'riqsiz davolash usulidir. Churra, yelkaning pediatriti, bo'yin spondilyozi, umurtqa pog'onasidagi og'riq, bel og'rig'i, oyoq og'rig'i, igna terapiya usullari jarrohsizlik, og'riqsiz kasalxonasiz. Moderna klinik. Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Efirda axborotning navbatdagi soni, studiyada Jamshid Mirzoqov. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xo'jand shahriga amaliy tashrifi tom ma'noda tarixiy voqea bo'lib, qardosh xalqlar o'rtasidagi ko'p asrlik do'stona munosabatlar solnomasida yangi sahifa ochdi. Oliy darajadagi muzokaralarda barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta'minlash, butun mintaqaning xalqaro nufuzini oshirishga xizmat qiladigan muhim hujjatlar imzolandi. Tantanali ravishda ochilgan do'stlik stellasi esa mustahkamlanib borayotgan yaxshi qo'shnichilik, ishonch va strategik sheriklik munosabatlarining yangi ramziga aylanadi. So'nggi yillarda Markaziy Osiyo barqaror rivojlanish va konstruktiv hamkorlik mintaqasiga aylandi. Bu jarayonlarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning yaqin qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlash, o'zaro ishonch va iqtisodiy integratsiyani kuchaytirishga qaratilgan tashabbuslari muhim rol o'ynadi. O'zbekistonning yangi tashqi siyosat strategiyasi tufayli mintaqa do'stlik va ochiq muloqot muhitiga ega bo'ldi. Ko'p yillik bahsli masalalar hal etildi. Savdo-iqtisodiy aloqalar faollashdi. Natijada chegaralar ochildi, qulay transport yo'nalishlari tiklandi. Xalqlarimiz yanada yaqinlashdi. Erishilgan asosiy yutuqlardan yana biri yarim yildan keyin uylanmasang erga berib yuboraman degan dadam bo'ladi. Kelgan ustamonlikni qarang, ha birortasini ko'zingni ostiga olganmisan dedi. Dada dedim, ikkitasini ko'zim ostiga olib qo'ydim, ikkalasi ham ko'zimni tagini ko'kartirib ketdi. Desam dadam menga qarab, menga qaradi. Juda jiddiy gapirdi-da. Agar meni otam desang dedi, gapimga quloq solasan. Xo'p dada dedim. Xo'p, nima qilish kerak? Mana qo'shnimiz palonchi dedi. Palonchixonni, o qizi dedi, pistonchixon dedi. Shuni ham ko'zingni ostiga olib ket dedi. Rosa chiroyli qiz dedi. Bu yog'ini menga qo'yib berdi. Otasi bilan o'zim gaplashaman. Shuni ham ko'zingni ostiga olib ket bu safar dedi. Dada dedim, men jonim ko'zim ostiga olib ketaman. Faqat u qiz mendan 3 yosh katta-yu dedim. Desam, shunga aytayapman. Ajab emas, ya'ni Toshkentdan qaytib kelguncha bu ham yerga tegib olsa. Ikkitasi ko'zingni ostiga olsa, ko'kartirib ketibdi deyapti. Negadir Mirzabek aka ko'tarmayaptilar. Hozir yana bir marotaba harakat qilamiz. Xo'sh. Ha. Aytadi-ku, gulmisiz Valijon? Labbay. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi, opa? Aytganimsiz, a? Bu o'zbek qiziqchiligiga, hangomasiga mendan keyin yaxshi hangomalar qolsin deb, biz sochdan voz kechibsizmi? Askiya qilyaptilar, opajon. Siz ham gulmisiz, rayhonmisiz, sunbulmisiz? Aytganingizmi? Voy, aytganim bo'lsangiz, mana shu davrada bir chiroyli gul bo'lib o'tiribsiz. Men nazarimda siz atirgul, yoningizdagi rayhon. Mencha. Rayhon. Bular endi haligi nima deydi? Binafsha gul. Barchalaringiz gul bo'lib o'tiribsiz. Sizlar gulu, biz tikonmizmi? Biz ham bir chiroyli gulmiz. Mana endi juda gul bo'lmasak ham biz shu ko'katlar bo'lishimiz mumkin. Mana yonimda semizot o'tiribdi. Haqiqatan ham Valijon akamni juda ham qirralari ko'p. Zamonlik, ayniqsa sahnani o'ng tomonda ajriq shekilli tomir otib ketibdi ham bu yoqqa. Xo'sh, Mirzabek ham ko'taryaptilarmi? Yo'q, hozir siz gapiravering. O'zi Mirzabek aka bilan necha yildan beri? Yo'q, men qaynoq qolayotganim Mirzabek erta tongdan nahotki telefon ko'taradi degan bir fikrdaman. Chunki bilasizlarmi, ustoz baraka topsinlar, ustozimiz Mirzabek Xolmedov ko'pincha kechqurun bilan ijod qilib chiqadilar. Erta tongda keyin shu kechirasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tkir aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? To'g'ridan to'g'ri efirdasiz. Shu choy dasturidan sizni bezovta qilyapmiz, O'tkir aka.
Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Rahmat, bugungi bayram bilan sizni tabriklaymiz. Bugun Rahmat, salomat bo'ling. butun mamlakatimizda kulgi va hajviya kuni bugun keng nishonlanadi. Sizni Botir akamni, Muhammadxo'jayev, albatta Mirzabek Xolmedovni hozir ular menga va'da bergandilarki, Muhabbatxon, men albatta birinchi bo'lib sensatsiya bo'ladi, 8 da uyqudan uyg'onaman deb. Qani ko'ramiz. Barcha-barchalarni bugungi mana shunday ulug' kun bilan tabriklaymiz. Rahmat. Hozir efirdamizmi? Efirdamiz. Valijon Shamsiyev ham sizni eshitib o'tiribdilar. Biz hamma boshlovchilarga sog'lik, salomatlik va yuzlardan kulgi tabassum arimasligini tilab qolamiz. Biz sizlarni tomosha qilib turgan, bu kanalda bizni tomosha qilib turganlarni hammalariga, xonadonlariga ana shunday quvnoqlik, shodu xurramlik chin ko'ngildan tilaymiz. Salomat bo'linglar. Bugungi bayram hammamizga muborak bo'lsin. Rahmat, O'tkir aka, salomat bo'ling. Sizni ko'rib turgan siz muxlislaringizga ham sog' salomatlik tilaymiz. Omon bo'linglar. Hammanglar omon bo'linglar. Tanidingizmi O'tkir aka? Alangali salom. Aha! Bu kanalda u kanalga valangali salom. Kanallarimiz gullab-yashnasin yursin. Ilohi. Bu kanalga o'tkir zo'r savollar va albatta o'tkir qalblar yor bo'lsin. Sog' bo'ling. O'tkir aka, omon bo'ling. Qalban birgaman. Sog' bo'ling. Rahmat, bayram muborak. Rahmat. Hozir mana qarang, hozir mana Shukrullo akamga ham telefon qildik, lekin hozir mana ertalabdan Dilshod uxlamaysanmi deyaptilar, lekin to'g'ri tushunish kerak. Ijodkor boya siz aytganingizdek, har bitta ijodkorimiz ulandilar. Shukrullo aka, assalomu alaykum. Xurrak o'tyaptilar. Marjon aka, gapiring. Xurrak o'tyaptilarmi? Shukr aka. Alla aytay. Yo'q, Yo, mana ko'tarib turibdilar. Shukrullo aka, assalomu alaykum. Bugun birinchi aprel. Shukrullo aka ham juda ham qiziqlar. Bugun birinchi aprel. Yo'q. Bu birinchi aprel. Ana, Alo, Shukr aka, yaxshimisiz? Mana. Albatta, Shukr aka, yaxshimisiz? Biz boshqa joyda emasmiz, biz efirdamiz. Iltimos qilaman. Doirada gaplash. Labe? Yo'q. Biz jonli efirdan to'g'ridan-to'g'ri sizga aloqaga chiqamiz, Shukrullo aka. Mikrofondan. Yo'q, 1-aprel emas, 1-aprel qilyapsiz, shekilli. Shukrulajon, assalomu alaykum. Siz ovoz. Muhabbat aka. Shukrulajon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi, tuzukmisiz? Shukr aka. Biz hozir studiyadamiz. Shukrjon, studiyadamiz. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi, tuzukmisiz? Televizor yoqing deng. Milliy kanalga qo'ysinlar. Milliy telekanalni yoqing. Biz studiyamiz Shirchoydamiz. Yaxshimisiz? Alinaman. Alina Xonman. Esizdami? Alina Xonman, qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Bizga chiroyli tilaklarini ayting bugungi bayramiga. Bugun qanaqa bayram bugun? Bayram o'tib ketdi. Bugun hazırlash kuni-ku. Hazırlash kuni bugun. Ha, bizda bugun mehmonlar bor. Bir topshiriq, hammanglar boshqa. Nima? Shukrulajon, biz hazillashmayapmiz. Biz haqiqatdan ham Milliy telekanal Shirchoy dasturi orqali sizni tabriklayapmiz. Shuning uchun ham doira yuzasidan gapirishingizni iltimos qilamiz. Senzuraga e'tibor bergan holda. Rostdan efiryaptimi? Rostdan. Milliy telekanalga qo'ying, Shukrullo aka. Mercedes topildimi? So'rang, Mercedes. Topildimi? Topildi. O'zim qildimi? Hazillashdim birinchi. Hazillashganmidingiz? Ha. Rahmat deb qolamiz ustozga ham albatta. Rahmat. Endi to'g'ri tushunish kerak. Baribir tushunmadilar. Chinmi, yolg'onmi? Tushunmadilar ham menimcha. 1-aprel qilyapsizlar deb o'yladilar Yo'q, haqiqatan. lekin birinchi boshda to'g'ri nima qildi, harakat qildi. Hurriyatdi-yu. Shunisi to'g'ri harakat edi. Baraka topsin, Shukrullo akamiz ham bir dunyo inson. Ajoyib inson. Hamma fursatdan foydalanib, hamma mana shu hazil qilib, odamlarning ko'nglini ko'tarib yurgan qiziqchilarimiz bejizga bu hozir Muhabbat opam bu narsaga jazm qilmadilarki, shu necha yillardan beri to'g'ri, ba'zilar odamlar bir-birlari bilan hazillashish, mutoyiba qilish, ko'nglini ko'tarish esdan chiqib qoladi, lekin qiziqchilarni har kungi o'ylaydigan fikri, zikri shunda odamlarni qanday qilib bir ko'nglini ko'tarsam ekan, ularga bir hazil qilsam ekan deb. Bizda haliga bir yilda bir emas, har kuni mana shunaqa bir yolg'ondan emas, chindan bir hazillar qilib
ularni ko'nglini ko'tarishga harakat qilamiz. Shuning uchun Muhabbat opamiz hozir shu ustozlarga qo'ng'iroq qilib, birinchi o'rinda ularni tabriklash kerak. Qaysidir ma'noda, ramziy ma'noda bir qanaqadir bu bayram ularning bayramidek, ularga tegishli bayramdek deganda albatta bilasizmi nima uchun? Chunki har bitta millatning qiziqchisi bormi, askiyachisi bormi, ular ham millatning yuzini dunyoga tanitadigan insonlar. To'g'ri. Shuning uchun ham biz alohida hurmat bilan barchalarni bugun tilga oldik. Alina xonim, endi esa hurmatli teletomoshabinlar, bizdan uzoqlashtirmanglar, bizlar bilan qolinglar. Biz necha daqiqadan keyin qaytamiz. Chunki hozir reklama. Voy shunaqa yarak. Xitli keladigan bo'lsa, kenayni o'ldiraman. G'azab va nafratga asir insonlar. Zudlik bilan больницаga olib borish kerak. Hech kim bu yerdan chiqib keta olmaydi. Kerak bo'lsa, kasalxonangni shu yerga olib kelamiz. Sevgi yo'lidagi xatolar. Akam borib o'zini topshirdi. Biz lo'lilar hech qachon ota-onamizni qariyalar uyiga, farzandlarimizni bolalar uyiga tashlab qo'ymaymiz.